Katta texnikalarning qiroli legenda manchiq bo'ldi ideal sosteniyada tanar prinsipi bilan hozir ma'lumotlarni beramiz. To'liqroq ma'lumotni pastki raqamlardan olishingiz mumkin. Demak, akalar, Mantiges 3360 imiz 2014-yilda ishlab chiqarilgan. 396 ming bo'pti. Endi akalar, bilasizlar, manlar uchun bu arzimas probek. Kabinasi DTP bo'lmagan, faqat yengil asfalt deganmiz dedingizmi aka? Ha, yengil asfalt degan. Motor, korobka, moslar umuman ochilmagan, chek-teklar yonmagan, donkalari zo'ridan qo'yilgan. Zo'ridan qo'yilgan. Haqiqatan motor, korobka ochilmagan. Umuman avtoasfalt qanday edi? Avtoasfalt qanday edi? Motor, korobka hadovga moslariga kerak kulib kelmagan. Zavodskiy turibdimi aka? Hamma yo'q zavod. Rogatkalarchi? Rogatkalar ham zavodskiy. Gap yo'q. O'zini o'ziniki dardi. Padushkalar ham o'ziniki. Yaqindan boshlab mana tanar yuklar oldin bitum tashigan. Bitum o'z bo'lganmi? Yengil 24 tonnadan oshiq yuk tashimagan. Injektorlar ochilganmi? Injektorni yaqinda bir marta qildirdik, endi birinchi marta bo'lgan. Birinchi marta bo'lishi aka. Yevro 6 naqd qo'yilgan yangi. Gap yo'q. Texnikamizda umumiy 22 ta balon bo'lsa, faqat 4 tasi o'rtachadan ham pastroq holatiga qolgan 18 tasi 100% yangi qo'yilganmi? Yangi qo'yilgan. Agar kelish bo'lsa, perseptning 4 tani yangilab beraveramiz. Yangilab beraman, kelish. Persepimiz Belaruskiy deyiladi aka. 2 ta balonli. Qo'sh balon. 2 ta balonli mana ko'ringlar. Resorli, padushkali bas, resorli. Resepti ham sosteniyat juda ham go'zal ekan. Buni tepasiga narashkani olib tashab, yakka balon qilib padushkalik qo'ysa, yana ham tarozilarga aka zo'r bo'ladi. Zo'r bo'ladi. Ko'ringlar, resepti holati go'zal. Aka nima tashiysizlar bundan ko'proq? Ko'mir tashiymiz yengil. Yengil ko'mir. Tosh poshchi? Yo'q, tosh tashimaymiz. Presep juda ham go'zal holatda turibdi ko'ringlar aka. Havas qildim lekin. Presepimiz 25 ming yurdi. 5 ming yurgandan olganman. O'zim 20 ming yurdim olgandan. Olganingizdan beri, lekin haqiqatda texnikaga zo'r qaraydi ekansiz aka, baraka toping. Olgan odamimizdan baraka topsinlar. Havas qilib like bosgan akalarimga shunaqa zo'r texnikalar nasib qilsin. Mana preseplar balonlarni yaqinda qancha bo'ldi dedingiz aka? 1 oy bo'ldi balon qo'yganimga. Ramalari ham juda ham baquvvat ekan. Ramasida umuman yorug' ham trishini ham yo'q. Svarka tekkan joyi ham yo'q. Umuman svarka tekkan joyi yo'q. Tekshirish bo'laveradi, kelib. Endi 25 ming yurdi bu. Mana tikachimiz balonlari ham zo'r holatda turibdi. Bo'lsa kerak. Setlosi ham yangi. Bir hafta bo'ldi qo'yganimga, Volvo setlosidan qo'yib qo'yganman. Yangi qo'yib qo'ysiz haqida. Yangi qo'yib qo'ydim. Buni silindri zavodskiy 4 taligida ekan 1700 dollarga yangi silindr olib kelib 5 talik silindr qo'yib qo'yganman. Takansi ko'taradi, oxirigacha ko'taradi. Qolmaydi, birgina qolmaydi. Gap yo'q aka. Ko'mir namligiga yopishib qolyapti, katta silindr qo'yib qo'yganman. Akkumulyator qanaqa? Akkumulyator ham yangi qo'yib qo'yganman. Akkumulyator ham 2 yil garantiya. Avtonomiga bor, konditsioner ishlaydi aka. Umuman 1 gram avtorasxod qilmaydi. Lekin akkuratni haydalgan texnika ekan, ko'ringlar. Spalni ham keng ekan. Oyi. Bu o'zi tarasi yengilman-a bu? Tarasi 7 tonnaliman-da, yengil. Yengil tara. 396 ming bo'pti. Arzimagan probek bular uchun. Ana ko'rib turganlaringiz 75 ming qo'yib berib, telefonda ham aytishgan. Mashinani borib ko'raylik dedim. Haqiqatda texnika zo'r holatda turibdi. 73 ming dollarga tushirdik. Xudo xolasa bizning nomimizdan kelsalaring, naqd pul bilan kelsalaring, yana o'tib beradigan, savdo qiladigan joyi bor. O'sha Hova Saragonoshkasi bor akalarimiz uchun imkoniyat. Agar tanar olaman deb niyat qilib yurgan bo'lsalaring, mana tayyor ideal sosteniyada tanar men bilan turibdi. Barter qilaveramiz, raznisasini kelishaveramiz deyishyapti. Pastki raqamlarga aloqaga chiqsalaring, savdolaring bitaveradi. Imkon servisda qolinglar, podpiska, like esdan chiqmasin qadrdonlar. Bu texnikamiz Andijon viloyati Xo'jaobod tumanida turibdi.